Dasturimiz davom etadi. Yurt qayg'usida 365 kun. Kontent tayyorlash markazida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil davomidagi serqirra faoliyati, davlat boshqaruvi, xalqaro diplomatiya, iqtisodiy islohotlar, ekologik barqarorlik, ijtimoiy himoya, ilm-fan, ta'lim va madaniyat sohalarida amalga oshirgan ishlarini hujjatli manbalar, tahliliy sharhlar va fotolavhalar asosida jamlagan keng qamrovli to'plam taqdimot o'tkazildi. Yurt qayg'usida 365 kun nomli kitob mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tarixiy ko'lami, davlat boshqaruvidagi yangi yondashuvlar hamda inson qadri ustuvor bo'lgan taraqqiyot modelini aks ettiruvchi muhim siyosiy hujjatli manba sifatida alohida ahamiyatga ega. Nashrda 2025-yil davomida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarning mazmun mohiyati izchil yoritilgan. Kitob sahifalarida iqtisodiy o'sish sur'atlari, investitsion faollik, eksport hajmining ortishi, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash, yashil iqtisodiyot siyosatini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash hamda yangi O'zbekistonning global maydondagi nufuzi ortib borayotgani haqidagi muhim fakt va tahlillar o'rin olgan. Yurt qayg'usida 365 kun muhtaram prezidentimizning butun dunyoga namuna bo'ladigan, butun xalqimizning farovonligini, yurtimizni taraqqiyoti yo'lidagi ibratli faoliyatini biz aynan 2025-yil misolida alohida jamladik. Bu loyihani amalga oshirishda biz Milliy kontent markazi bilan yaqindan hamkorlik qildik. Natijada mana shunday bir ajoyib kitobni chop etish imkoniyati paydo bo'ldi. Biz bu loyihani davom ettiramiz. Muhtaram prezidentimizning orzulari, muhtaram prezidentimizning yuraklari urib turgan bir daqiqalarni ko'rish mumkin bu asarda. Biz Respublika ma'naviyat, ma'rifat targ'ibotchilari, yozuvchilar, ziyolilar buni targ'ibotda kecha-yu kunduz tinmay mehnat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Taqdimotda qayd etilgandek, ushbu nashrda yil davomida yuz bergan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar muayyan xronologik ketma-ketlik asosida yoritilgan. Prezident faoliyatining asosiy yo'nalishlari, muhim jarayonlar, uchrashuvlar, video selektor yig'ilishlari, xalqaro muzokaralar, imzolangan hujjatlar, tashabbus va loyihalar alohida bo'limlar kesimida batafsil sharhlangan. Bu yondashuv islohotlar dinamikasini izchil kuzatish, davlat boshqaruvidagi ustuvor yo'nalishlar va ularning o'zaro uzviy bog'liqligini yaxlit manzarada anglash imkonini beradi. Bu kitobni bir o'tirganda varaqlasangiz, siz islohotlar hajmini ko'rasiz. Chunki katta islohotlar bitta kitobga tushgan. Hamma sohada inson qadri uchun tamoyili markaziy g'oya sifatida ilgari surildi. U kambag'allikni qisqartirishdami, aholini manzilli ijtimoiy himoya qilishmi, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashmi, tibbiyot va barchasi amaliyotda ishlayotganligini ko'rishingiz mumkin. Bunday kitoblar fundamental manba hisoblanadi. Kitobda statistik ma'lumotlar, tahliliy sharhlar, iqtiboslar, xalqaro munosabatlarga oid faktlar, foto lavhalar hamda QR kodlar orqali